Laylo asari. Muallif Aleksandra Gavelius. 17-qism. Laylo, Laylo! Qo'shnilardan birining bolasi uyimiz oldida ko'chadan turib baqirardi. Staya buvining o'zi endi ko'p yura olmagani uchun uni yuborgandi. Ha, deb javob berdim. Staya buvining uyiga telefonga chop, tez, dedi bola. Kimga telefon qilishdi? deb ishonqiramay so'radim. Senga, dedi. Kim ekan? dedim. Bilmayman, ammo Staya buvi tez borishing kerak ekanligini aytdi, dedi bola. Meni kimdir telefonda so'rayotgan emish, dedim hayron bo'lib Radkoga. Unda birga boramiz, dedi u sovuqqon ohangda. Bola ko'chada bizni kutib turgandi. Qandaydir odam emas, onang, dedi baland ovozda. Og'zimdan faqat onam so'zi chiqdi. Bir on tek qotib qoldim. Miyamga o'q uzilgandek edi. Yura qol, tezroq, aloqa uzilib qolmasidan boraylik, deya qistashga tushdi Radko. Qornim va nafas ola bilish holatimga qarab, ko'chadan pastga yugura boshladik. Staya buvining uyiga apil-tapil kirib borgan edik hamki, u hayajon bilan aloqa uzilib qolganini aytdi. Birozdan so'ng yana qo'ng'iroq qilishadi, deb umidlandik. Yo Xudoyim, har doim bir kun kelib onajonimni topaman deb umid qilgandim. Ammo uning menga qo'ng'iroq qilishini xayolimga ham keltirmagandim. O'zimni qo'yarga joy topa olmayotgandim. Balki boshqadir, dedim pichirlab. Bu safar Radko Staya buvi va bolaga tahdid qilgandek, onasi qo'ng'iroq qilganiga aminmisizlar? Bizga aslo bunday hazil qila ko'rmang, dedi. Ichimda qandaydir bir g'ashlik o'rmaladi. Qornim oldinga orqaga o'ynar. Radko Staya buvining oshxonasida tug'ib qo'yishimdan qo'rqib ketayotgandi. Birdan telefon jiringladi. Hayajondan yuragim to'xtab qolayozdi. Radko go'shakni ko'tarib menga uzatdi. Avvaliga telefonda bir erkak. Men Selikoman, Laylo, meni esladingmi? dedi. Selikoning kim ekanligini xayolimga keltira olmadim. Kechirasiz, sizni tanimadim, deya duduqlandim. Onangga beryapman, dedi. U qo'rinning pochchasi edi. Unday odam borligini butunlay unutib yuborgan ekanman. Shu dam aloqa yana uzilib qoldi. Sehrlanganga o'xshab bir necha soat telefondan ko'z uzmay o'tirdik. Bo'lako, jiringlasangchi. Qo'qqisdan telefon jiringlashi bilan o'rnimizdan otilib turdik. Tomog'im qurib qoldi. Onamning ovozini eshitganim zahoti unsiz qotdim. Telefon go'shagini ushlab turgan holimda yig'lardim. Bir mahal onam bilan gaplashayotganimni sezib qoldim. Aksiga olib, tamoman sassiz qotgandim. Onam to'xtamasdan bir narsalarni so'rar, ammo og'zimdan biror so'z chiqmasdi. Lablarim orasidan zo'rg'a homiladorman,
deya oldim xolos. Necha oylik? Gapirsang-chi, nega jim turibsan? deya qistovga ola boshladi onam. Radko asabiylashgancha o'tirishim uchun bir kursi qo'yib berdi. Ammo men qimir etmadim. Polis qo'riqchisidek bu joyda to'xtovsiz tebranib turaverdim. Ukam bilan singlim qayerda? deb so'radim. Ularning ismlarini ham ayta olmadim. Shuning uchun onam oniy bir lahza ichida men haqimda uni aldamoqchi bo'lgan axloqsizlardan biri bo'lsa kerak deb o'ylagandi. Bir-birimizga yetishishning yo'lini topamiz, xavotir olma, deb xayrlashdi onam. Faqat go'shakni joyiga qo'yganimdan keyingina o'tira oldim. O'shanda atrofdagilarning hammasi yig'layotganini ko'rdim. Suhbatimiz 1 soat davom etgan, lekin bir-birimizga deyarli hech narsani gapirmagandik. Bu qo'rqinchli edi. 3-iyul 1996-yil. Goran qo'ng'iroq qilganida ishda edim. Siliko Layloga bog'lanib, biz bilan gaplashtirish uchun vaqtini kelishib olibdi. Mashinada Siliko Laylo uni tanimaganini aytdi. Hushimni yo'qotdim. Bu ham yana boshqalariga o'xshagan yanglish xabar bo'lmasligini o'tindim. Foga soat 17:30da bordik. Soat 2:00ga yaqin bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Layloning telefon yonida o'tirib kutayotganini bilganim uchun qaltiray boshladim. Ko'zimdan duv-duv yosh oqar, ammo Layloning yig'layotganini eshitganimda ichimdan bir nima uzilib ketgandek bo'ldi. Yutindim. O'zimni qanday tutishni bilmasdim. So'ng es-hushimni yig'ib, diqqatimni jamlashga harakat qildim. Faqat shundan keyingina "Salom, Leka" deya oldim. Go'shakdan qonimni muzlatgan bir ovoz keldi. "Onajon!" deb baqirib yubordim. Keyin baland ovozda faqat "Onajon, onajon, onajon" derdi. Bor kuchimni to'plab, necha yoshga kirganini, oyog'ining o'lchami necha ekanini va qachon tug'ishini so'radim. Laylo na ukasi, na singlisining ismini bir marta bo'lsa-da tiliga olmadi. Qo'rqib ketdim. Ammo keyin jonga yaqin ovoziga asta-sekin ishona boshladim. Uning ovozini eshitishni 5 yil kutgandim. Yana uyga qaytib ketdik. Quloqlarimda faqat o'sha hayajonli ovoz jaranglardi. "Onajon, onajon!" Bo'g'zimga nimadir tiqilar. Gorandan bu voqea tushda bo'ldimi yo o'ngdami deb so'rardim. Onamning kundaligidan. Bu shunchaki tush edi. Hammasi bir ro'yo. Ammo birdan hushim joyiga keldi. Uyga, oilamning yoniga qayta olaman. Tamomila g'amga botdim. Uyga kelgandan keyin yuzimni yostiqqa bosgancha achchiq-achchiq yig'ladim. O'sha damdan boshlab Radko bilan mutlaqo til topisha olmay qoldim. Menga bo'lgan muhabbatini ko'rsatishga urinishi asabimga tegardi. Undan doim jahlim chiqar, yonimga kelishiga toqat qila olmasdim. Meni yolg'iz qoldirgan zahoti yengil nafas olardim.
Qo'shni bola 10 kundan keyin meni yana telefonga chaqirdi. Telefonda onam bilan 2 yoki 3 soat gaplashdim. Onam menga yaqin kunlarda ko'rishishimizni aytdi. Boshqasini eslay olmayman. 24-iyul 1996-yil chorshanba. Dara bilan telefonda gaplashdim. Radko bilan Layloning oziq-ovqatlari borligi, ammo puli yo'qligini aytdi. 25-iyul 1996-yil payshanba. Qo'shnimdan 200 rubl qarz oldim. Layloga maktub yozib, Zagrebdagi Daraga yetkazishni iltimos qilib, bir tanishimga berdim. Maktubning ichiga 2 ta surat ham solib qo'ydim. Onamning kundaligidan. Zorinning tug'ilishi. 2 haftalardan so'ng Radko bola o'lyapti, deb o'takamni yordi. Hisoblangan tug'ruq vaqtidan 5 kun o'tib ketgandi. Hech qanaqasiga shifoxonaga borishni istamadim. Lekin Radko meni fojiaviy shaklda qo'rqitdi. Shifoxonaga kelganimizda hamshiralar bizni ertagacha vaqt bor, deb tinchlantirgandi. Shundan ham chaqaloq ertasi kuni dunyoga keldi. 1996-yilning 29-avgustida. Avval suv ketdi, so'ng yo'lak bo'ylab yurishimni aytishdi. Bir hamshira tinmay kelib, og'riyaptimi? Bu haqda unutib, damingni ol, derdi. Chunki 2 soatdan beri yo'lakda u yoqdan bu yoqqa yuraverib zerikkandim. Yengil tortgan holda uzanib, uxlab qoldim. Bir muddatdan keyin Xudoya kelib, mening uxlab yotganimni ko'rib hayron bo'ldi. Qo'llarimni tepaga ko'tarib, "Bu qanaqasi? Bunday vaziyatda qanday qilib uxlash mumkin?" derdi. Dard kelishi uchun bir necha tomchi suyuq dori berishdi. Hamshira gap orasida doktorni chaqirish kerakligini aytib, meni qo'rqitdi. To'satdan ichimda bir narsaning taranglashganini his qildim. "Hech baqirmayapsan? Nega bunday bo'layotganini doktordan so'raychi", deya asabiylashdi Radko. Hamshira zambilning ustida g'ujanak bo'lib yotganimni ko'rib, "Sanchiq bormi?" deb so'radi. "Yo'q", deb javob berdim. "Ammo to'lg'oq bo'lmasdan turib, tug'ruq boshlanmaydi", dedi sekin ovozda. Shunda yig'lay boshladim. Oyoqlarimning orasiga tekshirayotgandek qaradi va hayron bo'lib, "Tug'ruq boshlanibdi-ku", deb baqirib yubordi. Shoshilinch ravishda Radkoni tashqariga chiqarib yuborishdi. Shifokor tug'ruq xonasiga kirganida ko'zlarimni mahkam yopib oldim. Qorong'ulik. Ortiq hech narsani his qilmayotgandim. Endi u yerda emasdim. Doktor epiziotomiya qilish kerakligini aytdi. Asboblarning shaqir-shuquri eshitildi. "Ana kelyapti", deb baqirdi ko'ksdan. Tug'ruqdan so'ng kesgan joyini qayta tikib qo'ydi. Bu jarayon og'riq berdi. Hamshira chaqaloqni menga birrov ko'rsatganida uning mitti yuzlari binafsharang ekanini ko'rdim. Kindigi titrab turardi. Ichaklarim yorilib ketdi, deb o'ylab, dod solib yig'lay boshladim.
Zotan, men kabi ayolning sog'lom farzandni dunyoga keltira olmasligini allaqachon bilardim. Siniq bir ovozda bolamning qayerda kamchiligi borligini so'radim. Hammasi joyida, o'g'il bola, deb meni tinchlantirdi hamshira. Yengil nafas olib, tabassum qildim. Chaqaloq sog'lom va o'g'il edi. Parvarishga muhtoj chaqalog'imni darrov quchog'imga olishni istayotgandim. Ammo zo'rin inkubatorga qo'yadigan darajada kichik edi. Boz ustiga sovuqdan tishlarim taqirlardi. Hamshira meni Istanbulda yo'lak bo'ylab surib borayotganida Radko ustimga otildi. Butunlay o'zimni yo'qotgan holda qo'li bilan yuzimni silab, lablarini qulog'imga bosdi. Hech ovozing chiqmaganiga o'lib qolding deb qo'rqib ketdim, dedi. Uxlamasligim kerakligi uchun Radko 2 soat davomida men bilan gaplashib o'tirdi. Orada shosha-pisha chaqaloqni ko'rgani yugurdi. So'ng yonimga yana qaytib keldi. Hojatga borishim kerak, deb shivirladim. Kutib tur, hoziroq yordam chaqiraman, dedi Radko. Hamshira eshitib qolmasligi uchun, qo'ysangchi, yordamga ehtiyojim yo'q, hech qayerim og'rimayapti, dedim past ovozda. Shunaqami, yura olasanmi? deya ishonqiramay so'radi. To'shakdan turdim. Oyoqlarimni yerga qo'ymoqchi bo'lganimda yiqildim. Shu dam hamshira nafasi qaytganicha yugurib keldi. Uni yordamga chaqirmaganim uchun menga tanbeh berdi. Bachadonimning katta bir yaradan iborat ekanligini bilmasdim. Shu kecha uxlaganimda o'zimning o'layotganimni ko'rdim. Bu tush meni judayam olislarga olib ketdi. Qizil, sariq, havorang va bo'lishi mumkin bo'lgan barcha ranglar yon atrofimda porlar. Men esa yiqilardim. Yiqilaverardim. Bittasi qo'lini peshonamga qo'yib, issig'im juda baland ekanini aytdi. Atrofda shiddatli shovqin bordek edi. Ertasi kuni ancha sog'ayib qoldim. Shifoxonada 5 kun yotishga majbur bo'ldim. Chaqaloqlar ochlikdan yig'lay boshlagan zahoti yotgan joyimda sog'inchdan men ham ko'z yosh to'kardim. Bir kunda 3 marta 10 daqiqadan chaqaloq quchog'imga olishga ruxsat bor. Bundan tashqari faqat oyna ortidan qarab turishimiz mumkin. Hamshiralar yangi tug'ilgan chaqaloqlarni xonalarga olib o'tarkan, qoidaga binoan quchog'iga 3 ta chaqaloq ko'tarishi mumkin edi. Quchoqlarida 4 ta chaqaloq olib ketayotganlarini ko'rsam, ularning orasida zo'rin ham borligini bilardim. Chunki kichkina chaqaloqlarni har doim qolgan uchovining orasiga qistirib olishardi. Boshimning ichidagi hamma narsa jajji go'dakning atrofida aylanardi. Hatto onamni ham unutgandim. Qalbim sevgiga to'lib toshgandi. Necha yillardan keyin balki birinchi marta o'zimni biroz bo'lsa-da baxtli his qilayotgandim. Murg'ak xazinamni ulkan muhabbat bilan bag'rimga bosdim. Jajji oyoqlarini o'ynamoqchi bo'lganimda bir hamshira "Mumkin emas, bunday qila ko'rma", deb urishib berdi. Muslima bo'lganim uchun
menga shunday yomon muomala qilyapti deb o'yladim o'sha chog'. Ammo keyinchalik hech bir onaga bolasini yechintirishga ruxsat berilmayotganini ko'rdim. Ikkinchi kuni dahlizda "Yashasin ona!" deya qo'shiq kuylayotgan ko'plab tanish ovozlarni eshitdim. Oldinma-ketin Lubyan bobo, Misam, Darko va oshxona jamoasining boshqa a'zolari palatamga kirib kelishdi. Karan tag'in molday ichgan, qo'lida guldasta tutgancha gandiraklab kelardi. Xonaning ichi hech kim burilib ololmaydigan darajada to'ldi. Doktor ko'zlarini pirpiratib, "Bular aqldan ozgan", dedi. Karanning xotini har kuni mendan xabar olgani shirinliklar olib kelardi. Hatto bir muddat ertalab, peshinda va kechqurun ham keladigan bo'ldi. Endigina dam olish uchun ko'rpaga kirganimda "Seni yo'qlab kelishdi" degan xabarni eshitib o'rnimdan turardim. Ehtimol, o'z vatanimda bo'lganimda ham bunchalik g'amxo'rlik ko'rmagan bo'lardim. Yana kim bilsin. Onam bilan topishganim. So'rinni oxirgi tug'ilgan kunimda oshxona jamoasi tomonidan sovg'a qilingan beshikka beladik. Bu paytda qaynonam bizni rashk qilgandek kuzatib turardi. So'rin tug'ilgunga qadar menga har dam yordamga hozir edi. Ammo bola tug'ilgach, negadir yordam qo'lini tortib, birdaniga o'zgarib qoldi. U ba'zan hech qanday sababsiz bir necha kunlab biz bilan gaplashmasdi. Shuncha ko'rgulik kamdek Radkoning ishxonasi bankrotga uchradi. Na shakar, na yog', na unimiz qolgandi. Dasturxonimizda bir nechta tuxumdan boshqa hech vaqo yo'q. Garchand og'ilda ikkita echki turgan bo'lsa-da, ularni so'yishga hech birimizning ko'nglimiz chopmayotgandi. Qolaversa, Zo'rin uchun ularning sutiga ehtiyojimiz bor. Xayriyatki, Radko boshqa bir fabrikadan ish topdi. Baribir uyda asabiy muhit hukm surardi. Hech kim bir-biriga toqat qilolmasdi. Radkodan ham, onasidan ham nafratlanardim. Birgina o'yinchog'im, chaqalog'im. Bu zaharli muhitga qaramasdan, Zo'rinni qo'limdan kelganicha chiroyli parvarish qilishga urinardim. Uyimiz zax va rutubatli bo'lgani bois chaqaloqning kiyimlarini ba'zi kunlari 4 martalab dazmollab quritardim. Kiyimlarni yuvib qurigach, javonga taxlab qo'yardim. Bir muncha vaqtdan keyin kiyimlarning yana ham nam tortib qolganini ko'rardim. Shunday qilib, kunning katta qismini dazmollash bilan o'tkazardim. Chaqaloqni ertalab va kechqurun kichkina plastik tog'orada cho'miltirardim. Qaynonam jahldan sochini yulgudek bo'lib, "Bunchalik ko'p cho'miltirsang, bolani o'ldirib qo'yasan", derdi. Qishloqda bolalarga unchalik e'tibor berilmasligi odatiy hol. Hech kim ularning qanchalik kir bo'lib ketganiga qarab o'tirmaydi. Bizning uyda ham ichkariga qarayotganda og'izga kiyib kirilgan oyoq kiyimlarni yechilmasdi. Zo'rinni quchoqlab, burnidan o'pganimda qaynonam darrov bunga qarshilik qilib, "Bunday qilma, yaxshi emas", dedi. "Nega?" deb so'radim. "Bunday qilsang, ulg'ayganida yolg'onchi bo'ladi",
derdi kampir. Zo'rimning tomog'idan o'psam, yana shovqin ko'tardi. Bu yaxshi emas, derdi. Nega, deb so'rasam, bunday qilsang, bola duduq bo'lib qoladi, deb javob berdi. Qo'llarini silasam, buning oqibatida ishni yomon bajaradigan odam bo'lib qolishini aytardi. Har tarafdan boshimga xurofotlar yog'ilardi. Bola tarbiyasi haqida hech narsa bilmasdim. Shuning uchun gohida ayollarning tavsiyasiga quloq solardim. Masalan, Staya buvi Zo'rinning kindigi 1 yil davomida ehtiyotkorlik bilan o'rab yurishni maslahat berdi. Shuning uchun ham kir yuvishdan boshimni ko'tarolmay qoldim. Kindik bog'lamalari, kiyimchalar va tagliklar oyoqlarim